oliygohlardan birida professor ustoz "Ota kim?" degan savolni berdi. Javoblar turlicha bo'ldi. Har kimning javobidan u o'z otasiga bo'lgan muomalasini bilish mumkin edi. Lekin bir talaba o'rnidan turdi-da, javob o'rniga bir rivoyat o'qib berdi. Bu rivoyat ustozning savoliga javob bo'la oldi. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda ota yashar ekan, yolg'iz o'g'li deb, yolg'on gapirsa ham so'zini to'g'ri deb, xotinini topshirgach omonat jonin oqlab yashay der ekan otalik nomni. Bor mehrini berib yolg'iz farzandiga oxir yo'liqibdi baloyi panka. Kim bilsin, farzandin o'g'il xatosin jazoga chorlamish qo'shib otasin. Shohning farmoyishi hukmdur mutloq, barcha el ulusni aylangiz ogoh. Dast avval yuzlariga qaro surilsin, so'ngra har ikkisiga 40 darradan urilsin. Shunda ko'rsangiz ota holini, yutib ichiga o'kinch zorini, jazo qahrida 40-darra miq etmay turardi. Barogoh ko'zlari charaqlab ketdi. Chunki darra navbati o'g'ilga edi. O'g'liga birinchi kaltak tushgan payt ota chidolmasdan ko'tardi faryod, so'radilar so'yla ey banda, boya jim turganda seni urganda. O'g'lingga birinchi kaltak tushgan payt nega ovoz tortding? Sababini ayt. Ota javob qildi. Qurbim 1000 darraga yetkaydir hatto. Ammo o'sha 1000 darrani ham o'zimga uring, ayamasdan yuzi ko'zimga uring, ont ichaman. Yolg'on demang. Lekin ko'z oldimda bolamni urmang. Menga urganlaring tanamga tegdi. Bolamga urganing yurakka tegdi. Bu o'tmishning gapi. Ro'yodir, chindir, bu kalomdan hikmat topadi kimdir. Yana kimdir nuqson axtarib yashaydi. Ba'zilar o'z aqlidan maqtanib yashaydi. Kimning tafakkuri bo'lsa ziyoda, ota nomini ulug' tutsin dunyoda, otasiz qolmasin hech qanday go'sha, otalar poyiga joningni to'sha. Qara, qora sochlari ham oqarib qopti. U sen deb, faqat va faqat bir umr sen deb yugurib chopdi. Peshona teridan topganin halol senga sarf ayladi. Bekam, bemalol. Ona joningni esa boshingga ko'tar. Bu kunlar g'animat, bu kunlar o'tar. Kimki ota onasiga qanchalik hurmat ayladi, shuni qaytaradi kichkintoylari. Unib o'ssin jajji jonajon u qaqajonlarimiz, ko'p yillarga turishsin otajon u onajonlarimiz.